Assalomu alaykum azizlar. Bugungi video roligimiz Cobalt'ni kompyuteriga DPS orqali programma yozishni o'rgatib o'tamiz. Cobalt'ni kompyuteriga DPS orqali programma yozishning ko'ngillidan farqi bu skematik kerak bo'ladi, xolos. Liboy ustalarda hozir skematik bor. Mashinaga ulanganda OBDdan yozsa bo'ladi yoki mana bunday qilib universal kabel orqali yozsa bo'ladi. Buning uchun bizga DPS programmasi kerak bo'ladi. DPS programmasini kirib Global A'ga qo'yamiz. 614 ta qo'yamiz bu yog'ini. Get control info 11-adres bo'ladi, motorning adresi. Read info qilamiz. Nimada ishlatayotganimiz so'rayapman aka. Biz skematikda продолжать qilamiz. Kutamiz, bu yerga hozir pasport kelib chiqadi. Bu mana avtomat 5051 ekan, yangi chiqqan avtomatlar uchun. Mana Win kodiga qarab qo'yamiz. OK qilamizdan kerakli tuningovni programmamizni tanlab, masalan, bizlarga Cobalt'ni ESM faylida topib, Cobalt uchun faylda Cobalt 5051 tayyorlaymiz tag'in. Xohlasangiz program qilsangiz bo'ladi, ko'p vaqt yozadi. Biz tez yozishni xohlasak, buni Populit bit 2 ga kirib, 5174 shu qarab OK da qilamiz va program. Bo'lgandan keyin bu yerda bayroqcha chiqadi, bayroqcha OK ni bosib chiqib ketamiz va skematik orqali показаниясini qaraymiz, ya'ni suv gradusi yo'q, temperatura воздух на выпуске 120 dan 100 dan tepasida bo'lsa, ikkinchi rejim ishlaydi. Ikki rejimda programma yozamiz hozir, gaz, benzin. Ko'rib turganingizdek, mana programma yozib bo'ldi. Xudo xolasa, endi OK ni bosib chiqib ketamiz. Chiqib ketganimizdan keyin skematik orqali avtomobilda turganini tasavvur qilamiz, turganini. Bu yerga ravon R4 ga kirib, ошибкалар yo'q, mana. Temperatura воздух на выпуске qarasak, xudo xolasa, bu yerda 120 bo'lsa, hozir mashinada emas, kompyuterda bo'lgani uchun shu -40 qilib turib tushaveradi. Gazga o'tganda 120, benzin holatida, o'zining holatida ishlaydi. Video foydali bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Agar shunday foydali ma'lumot kerak bo'lsa, bizni kanalga obuna bo'lishni unutmang.